Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, Cherry Buxoro muxlislari. Hozirgi paytgacha Arzo 6 Tigo 2 Pro ga 5 yillik rastochkamiz bor edi. Yana Cherry Buxoro yangilikdan yana to'xtamaydi. Mana shu ko'rayotgan barcha modellaringizga 5 yillik rastochka ochildi. Hammasida siz xohlasangiz Tigo 8 deysizmi? Xo'sh, Arzo 8 deysizmi? Tigo 7 Pro deysizmi? Xohlaganingizga 5 yillik rastochka. Bunga yana nima qo'shib berasiz? Misol, mijozlarimiz keladi, so'raydi, nima qo'shib berasiz? Misol uchun mana 8 Pro kelsak, radiator setka, tonirovka, polik, qo'yish, parok. Bunga yetmaganiday yana nima qilib berasan desalar, kelsalar, yana to'liqroq ma'lumot olish uchun pastda raqam qo'yiladi, bemalol telefon qilaverasizlar. Bundan tashqari yana nima bonus desangiz agar bir bak benzin ham qo'shib beriladi. Kelinglar bitta obzor qilib o'tamiz. Misol uchun oldi, orqa patronliklar. Keling ichini aslamnoy shu dizaynchasini bitta ichini ko'rib baho bersalar. Bunga nimalar bor desalar, hozirgi paytga qish nima kerak? Misol uchun-da, ko'p kishiga konditsioner kerak. Muzlatgich kerak. Xohlasalar berar, xohlagan narsangizni tashlayverasiz, muzlatgichi bor. Xohlagan narsangizga. Siz xayolingizga kelmagan narsalar bor, xayolingizga kelmagan avtopilot deysizmi, samotarmajina deysizmi, avtotarmajina, xullas hamma funksiyasi bor. Tamom. Siz xohlang, uxlab mana passajirga kelingdan massajni olib, atamankadan ko'tarib, bemalol uxlab keting, mashinani o'zi sizga yetib qo'yadi. Xohlagan joyingizga navigator bu tomonda urib qo'yasiz navigatorni, xohlagan joyingizdan. Alisa sizga gapirib ketaverasiz. Xohlagan ishingizni qilib beradi. Endi 5 yillik rastochka endi hamma ham qilib bera olmaydi. Bu Cherry Buxoro yangilikdan yana to'xtamaydi. Yana qo'limizdan kelgan ishni qilib beramiz. Keling. Yana endi 4 ta chaqchaq nimani xohlasangiz o'shanga harakat qilib biz xohlaganingizni qilib beramiz. Mashinani eng kam necha foiz boshlang'ich to'lov bilan rastochkaga chiqarib beramiz? Xo'sh, eng kami bilan eng kami 25% boshlang'ich boshlanadi. 5 yilgacha rastochkamiz bor. Boshlang'ich 25% plastik 5 yilgacha rastochkasi bor. Ana ko'p kishi aytadi, akajon men davlat ishida ishlamayman, nima bo'ladi? Davlat ishiga ishlaganingizda umuman kerak emas. Ya'ni ish haqqi so'ralmaydi. So'ralmaydi. Keyin yana yaxshilik tomoni, qizilga tushgansiz, misol uchun qizilga tushgansiz, biz qulay lizing shartlari asosida sizni chiqarib beramiz. Bitta sizni pasportingiz kerak tamom. Boshlang'ich pulingiz tamom. Boshqa hech narsa kerak emas. Sizning istorangiz qizilga tushibdi, sizga mashina bermaymiz, u yoq bu yoq. Mijozni xursand qilish uchun yo'lini topamiz. U narsalardan biz umuman hammasini zo'r qilib beramiz xullas. 7 kishilik. Keyin mijozlarimiz ko'p kishi so'rayapti, 9 Pro, Tigo 9 Pro kelganmi, yo'qmi deb. Mana bitta shuni obzor qiling. Tigo 9 Pro nalichida xohlagan rangingizdan topib beraman. Xohlagan rang ayting. Любой svetdan chiqarib beramiz. Net soatda bo'ladi desangiz, ana misol uchun reklamaga chiqib 1 soatga chiqarib beramiz, u yo'q bu yo'q demaymiz. 2 soatga оформление сразу qilib beramiz. O'zini 30 ga сразу. Xohlagan rangidan zakaz qilamiz, xohlagan rangiga pul olinmaydi. Shunday. Bunga samizori 40 million, 50 million chegirmasi bor buni. Eng zo'r tomonlama. O'zi eng yangi chiqqan bo'lsa ham, o'z narxidan chegirmasi bor deymiz. Bor. Rastochkasi-chi, bunga rastochka. Bunga rastochka lekin hali ochilmabdi. Ochishga harakat qilyapmiz, bunga ham xudo xolasa ochamiz. Siz so'raysiz qilib beramiz-ku, siz faqat qiladigan ishingiz. Xohlasangiz tokka qo'yasiz, xohlasangiz benzin rastochkasi shu, kisangizdan shu qilasiz, tamom. Avtomashinamizga test drive bilan trading ham bormi? Hammasi bor. Trading. Misol uchun siz Cobalt yoki boshqa mashina haydab yuribsiz, siz ketirasiz salonimizga, boshlang'ich to'lov sifatida sotib olamiz, sizga mashina chiqarib beramiz. Xohlang 80 million, xohlang 90 million, xohlang 100 million, xohlang ko'proq, farqi yo'q, pulingizga qarab chiqarib beraveramiz. Bo'lmasa yo'q uni. Hamma avtomashinani juda ham qimmat, u deyapti, lekin 7 kishilik va bahaybat bilganiga qarab, narxi skidka narxidan necha pulga tushadi? Xo'sh, 350 million bo'lsa 500 million, 499 million, 400 ga chiqarib beramiz. Shaxsan sizni so'rab turgan mijozlarga nima sovg'a qilasiz bunga? Bunga o'zlari xohlasinlar, menga ana shu narsa qilib berdi desinlar, reklamani shuna ko'rsatsalar, xohlagan ishlarni qilib beramiz. Moshinaga nima kerak bo'lsa hammasini qilib beramiz. Servis bormi?
Buni servisi ko'p kishi servislar haqida ma'lumot so'radi. Keling, men sizga servis ko'rsataman. Bu yer servis. Siz shuna ketirasiz mashinangizni 1 soatga qolmasdan любой zapchasini topib beradilar. Shaxsan mana shu Jo'rabek akamiz chiroyli qilib beradi. Albatta. Xizmat qiladi. Kalari bormi servisda? Albatta. Jo'rabek aka 15% skidkasi. 15% gacha xohlagan narsangizga skidkasi bor. Keling, xarid qiling, servisga hammasida garantiya bilan yuring. Manzilimiz qayerda? Manzilimiz Vlad Avtositida joylashgan Cherry Buxoro avtosaloni. Siz keling, yana chiroyli qilib beramiz. Munozorlar hali oldinda.